Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Mana ko'rib bo'layotganingizdek, bu mana kimyoviy o't bilan bug'doy aralashib, mana hozir biz bug'doy ekmoqchimiz. O'shani aralashtirib qo'yganmiz. Mana shuncha yerga bug'doy ekmoqchimiz do'stlar. Inshaalloh Alloh taolo barakasi bilan bergan bo'lsin. Mana biz oyoq yalang'och bo'ldik. O'zim ham mana bu ko'rinishdaman do'stlar. Mana hozir inshaalloh shuni mana bug'doy sepilib turgan joyga boryapman inshaalloh. Shuni albatta mana ekamiz. Bug'doy mana bu yoqlarga sepilibdi, agar ko'rinayotgan bo'lsa mana. Inshaalloh mo'l ko'l hosil bo'ladi degan umiddamiz. Dehqonchilikda nihoyatda bir savob bor, baraka bor. Mana shuncha yerga bug'doy ekmoqchimiz do'stlar. Mana agar ko'rinayotgan bo'lsa, mana donlar, bug'doylar sepilib turgan joy bor. Do'stlar, qizalog'imiz bilan don sepib o'tiramiz. Inshaalloh mo'l ko'l hosil bo'ladi degan umiddamiz. Mana qizalog'im bilan inshaalloh. Do'stlar, obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana Afg'onistonda shunday. Inshaalloh mo'l ko'l hosil bo'ladi degan umiddamiz. Inshaalloh do'stlar. Obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turinglar, birodarlar. Inshaalloh hosilni yemoq nasib etsin. Mana shuncha yerga ekmoqchimiz do'stlar. Bu taraflarga